Ha? Hisobingiz bormi? Ertalabdan beri 8 marta kiribsiz. Ha nima qiling, qornim og'riyapti-da. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Abedgacha 78 minglik qilib qo'yibsiz. Sho'chib qo'yilmagan mashit qoluvdi o'zi. Ovqat qilmaysanmi? Ha, boya abedda yedik-ku. Ujum bo'ldi, qorin ochqadi. Ha, katta yeng. Keyin kirib katta, ha? Shu mehmonlar yetmay turuvdi. Bugun sho'chib portlab ketar ekanda. Bir mehmonga borib kelaylik debsizlar-da. Olinglar. Agar vijdoninglar yo'l qo'ysa. Bor yugur kirib chiq. Boshlandi. Mayli, yosh bola-yu. Uzog'i 1-2 so'm. Oyi, endi men kirib chiqay. 200 ming. Kamida. Dadasi sizmi? Nima deysiz? Kirib ketganingizga yarim soatdan oshdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldingizmi? Chiqing. Nima deysiz? Telefonsiz kirib keting dedim-ku. Hozir chiqmasangiz agar buzib kiraman. Aytingchilarmiz. Hozir to'xtang. Bo'pti dadasi, 1 soatda qaytaman. Yaxshi bor, salom ayt. Xayriyat, endi bemalol. Onasini emsin, bolaligimdagi dalalarni qadri o'tyapti. Assalomu alaykum, qarzdorliginglar bor ekan, to'laverasizlarmi? Qana qarzdorlik? Svet, gaz, musil, suv hammasini to'lab qo'yganmiz. Yo'q, anaqa qarzi. Bor oyligim shunga ketar ekanda. Qarindoshlaringiz ham kamroq kelsin-da. Bo'ldi aka, qarzinglar qolmadi. Aytgancha, tualetingga kirib chiqsam bo'ladimi? Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Sovchilikka dadasi. Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgili. Bilaman sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi. Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Блин, уже за. Assalomu alaykum. Kepsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa, o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan, opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontrakt nega bo'shatmi? Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? Birinchi qiz. Voy, qizlaringni budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi-da. Nimaga mana buni yuvmading? Opa, bu sizni kosingiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jipiroq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Ana shu ukasini qulog'ini cho'zib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Yopishtiradi shonuring. Qiz bolani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim, nima deysiz? bilmadim, sizlar nima desanglar shu. Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir choy olib kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida vashshin nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yamman surakansizlarda lekin. Oshga tushgan pashshaday. Ana itgan tur desa ketadi. Tur. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar. Bolalikdagi hayit bayrami. Arafa kuni hammanikida osh qilinardi. Yema qalamchasini, yomon bo'ladi. Hamma uyda osh qilinishini bilib turib ham bir-biriga osh chiqarilardi. Osh olib chiqilgan idish ham hech qachon bo'sh qaytmasdi. Oyim berardilar. Rahmat. Bu ham osh ekan u. Uzoqdagi qarindoshi uyiga osh olib borish unchalik yoqmasdi. O, Karim tog'amniki men olib boraman. Men olib boraman. Agar u ko'p hayitlik beradigan qarindoshing bo'lsa, borish hattoki talash bo'lardi. Ertasi kuni har xil oshlardan iborat mix oshni oying isitib, vaqtli nonushta tayyorlardi va bu oila davrasida boshqacha ketardi. O'sha kuni eng qiziydigan joy bu qo'y bozori bo'lsa kerak. Aka, bu kichkina-yu. Ukam senga so'yganimi yo uylanmoqchimisan? Umrida supurgi ushlamagan ayrim qizlarga o'sha kuni o'zini ko'rsatib olishga imkoniyat tug'ilib qolardi. Assalomu alaykum. Yuring aka, bo'ldi, nima qilyapsiz? O, sen nech pul yig'ibsan? Mashincha. Mamining 2 ta qilib beraymi? Mana, bu 2 ta pul zo'rda bu. To'plagan hayitligimizni hisoblab bir-birimizga maqtanardik va 10 ming pulimizga 100 minglik plan qilardik. Va baribir oxirida oladigan narsamiz aniq. Xo'rozqand, olmaqand, bodroq va hokazo. Baribir bolalikdagi bayramlarning fayzi boshqacha bo'lardi, nima deylar? Yoshlik sani o'ylamagankan. Mana aka, og'iri bilan. Oy, bunga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo, kartochka yo'q lekin, mana tennis koptok.
Men bilan tarvuz. Men bu uzum. Kartoshka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'libdi. Shuni 15 qilib yubor ya. Ha, mayli, mayli. Qarang, 17 minglik bo'libdi-da, tekis 20 minglik qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab qo'ychang ko'rmasin. Undan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz ishda o'rtasida? Ko'nitka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musorga tashlab o'tib ketasiz, qiziqmisiz? Tavba qildim, gapingizni qarang. Voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy tomoq og'riq bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyjon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasalvan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim, oyjon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, oddiy ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sahal kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyjon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansizda, kelin. Bitta yarimta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman yo o'zimni sotaymi? Ana pensiyangiz bor-ku? Fu, mana pensiya. Voy o'ling, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi. Oyjon. Uf, yana nima balo bo'ldi? Haligi men Voy o'ling. Voy hushidan ketdimi? Rostdan mazasi yo'q shekilli. Bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniga tashab kelasan. Sudralmasdan tezroq yuray. Ana uni qara. Ho'kizda erkak cho'chqaga o'xshab balasab haydab olgan, yonida bechara xotin piyoda ketyapti. So'qin. Latta, melikni xotiniga mindirib qo'yib, o'zi duxini berib piyoda ketyapti. So'tak. Qul. Ossang bo'lmaydi, men buncha og'irsan-a. Odam befarasat bo'lsa ham qiyin-da. Belik bechara sinib ketaman deyapti, ana ikkalasi yalpayib cho'chqaga o'xshab o'tirib olgan. Mol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirmayman deyman, majbur qiladi. Tayyor belik turib, ikkita tupoy piyoda ketyapti. Ha, qo'y kallalar. Bo'ldi qillaring, ta'ziya bo'lyaptimi? So'nggi qo'ng'iroq kuni nimalar bo'ladi? Beparasat shimimni bosding. Bu o'sha 1-sinfda ishtoniga boplab qo'ygan o'rtog'ing. Sochimga tegma, mol. Bu esa 3-sinfda bitlab ketgan sinfdoshing. O'sha kuni qizlar palon menga yarashmagan makiyajlar qilib kelishadi va 10 minutdan keyin bu makiyajlardan asar ham qolmaydi. O'g'il bolalarni esa sochidan boshqa ishlov beradigan joyi ham yo'q. Aytgancha o'sha kuni sartaroshlar bilan salonchilar soqqan tagida qolishadi. Bolalar bir oy ezilib raqs o'rganishadi. Lekin tabiiyki, o'sha kuni 4 kishi 5 xil o'ynaydi. Juda ko'pchilikni 11 yil davomida ushalmagan orzulari ham aynan shu kuni amalga oshadi. Davay, kim qoldi? Tez chiqaringlar. Bu kuni bitiruvchilar uchun nafas olish ham pulliga o'xshaydi va bu rasxod bayramiga uydagilardan pul olish ham azob. Yozishni jini suymaydigan qizlar bu yoqqa erinmasdan yozishadi. Maktabda qoldirolmagan izini sani ko'ylagingda qoldirmoqchi bo'lishadi. Sani xayolingdan esa faqat bitta narsa o'tadi. Uydoyingga qanaqa qilib javob berish. Bitirish hammani xafa qiladi. Bolalar xafa bo'lmanglar. Ustozingdan tashqari. Menga qaranglar, hech kim yo'q bo'lib ketmasin, yig'ilib turamiz, xo'p? O'sha kuni hamma sinfdoshlar bir-birlariga xuddi shunaqa va'dalarni qop-qoplab berishadi.
Nima bo'lganda ham 11 yillik jonajon maktabingni tashlab ketish oson emas. Va keyingi hayoting davomida uchraydigan har qanaqa do'stlaring hech qachon sinfdoshlaringdek bo'la olmaydi. Dadasi, ozib ancha yoshardimmi? Ha, bo'ldi, tugataver. Men bu foydasi yo'q. Nima dedingiz? Ha, qara, obrish to'lib turibdi, lop loyiq. Ha, o'zing bilan tenga uylanma, 10 yildan keyin ona bolaga o'xshab qolasizlar desa quloq solmayman. Mana ahvol. Kelinglar, sizlarga nima beray? Ha, bizga ikkita energetik. Sizga mayli, brat, yosh kattalarga mumkin emas-da, yurak o'ynatib, davlendan ko'tarib yuborish mumkin-da. Sizlardan 25 ming bo'ldi. 20 ming bersanglar roziman. Abdumannonov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, qalaysiz? Voy, ustoz 10 yil o'tib ketdi, lekin umuman o'zgarmagansiz. Siz ham o'sha-o'shasiz. O'shanda parallel sinfdoshingizga uylanmoqchi edingiz, nima bo'ldi? Ha, uylanganman. Kelin qani, uydamilar? Tushunmadim. Ay, o'zingni bos, yur bu yoqqa. Abdumannonov, uyatda, hali ham o'zingizdan kattani sanlab yuribsiz. Bilaman, men bilan yurishga uyalasiz. O'sha bilatnoy qizlaringiz menga o'xshab ikki tushda tug'ib olsinchi, ko'raman ahvolini. Jonimga tegdi, ketaman. Yo, sen noto'g'ri tushunyapsan. Xafa bo'lmagin, men senga xohlagan narsangni olib beraman. Yana nima qilay? Oyog'im og'riyapti. Ko'tarib oling. Voy. Urgansang bo'lmaydimi? Qara onasini boshiga ko'tarib yuribdi.